Estrada xonandasi Dildora Niyozovani so'raganlar juda ham ko'p bo'lgandi. Videoni oxirigacha ko'rib, bittadan like bosib qo'ying va birgalikda hammamiz Dildora Niyozovani to'y xizmatlariga nech pulga chiqishini bilib olamiz. Birgalikda bog'lanamiz do'stlar. Ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Dildora opa adminlarmi aka? Aka biz ro'za chiqishiga to'y belgilamoqchi edik va Samarqandga to'y xizmatiga taklif qilmoqchi edik. Shuning uchun opani. Ayollarga. Bularga 5,5 ming chiqilyapti. 1 soatgami, dejurmi? O'sha 3 soatga. Ha, boshdan oxirigacha to'yda. 1 soatga qanaqa bo'ladi aka xizmat? 1 soat $1000 rezatsiya 4,5 mingga boradi. Bo'ldi, tushunarli aka, katta rahmat. Do'stlar, barchalaring guvohliginglarda biz estrada xonandasi Dildora Niyozovani Samarqandga to'y xizmatiga taklif qilib ko'rdik. 3 soat xizmat qilib berish narxi $5,5 ming qilib belgilangan ekan. Opani ijodiga omad tilaymiz. Dildora Niyozovani muxlislariga bu videoni jo'natib qo'yasizlar va videoga bittadan like bosib, fikringizni kommentariyaga qoldirasizlar degan aytamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar azizlar. Hurmat bilan Kamina Yashnarziyoyev. Sog' bo'linglar.